Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinglər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyi mərkəzi işxanasının istansımızga bildirişçi Avropa və Çexiya parlamentinin əzaları, Avropadakı bir qism dövlətlərin hökumət əməldarları, Uyğurlar məsələsi boyunca dünyaga tanılğan Germaniyalik tədqiqatçı Adrian Ziniz əpəndini öz içigə alğan 30-dan artıq yuqori dərəcəlik çət əllik ərbab bu yıl 11 ayının 13-cü günüdən 14-cü günügəcə Çexiyanın paytaxtı Pragda ötküzülüdüğən 7-ci növbətlik Dunya Uyğur Qurultiyinin içiliş murasimiga bevosita kelib qatnaşıdığanlığını bildirgan. Ondan başqa yana hazırga qadar 7-ci növbətlik Dunya Uyğur Qurultiyinin 150 nəfərdən artıq rəsmi vəkili və kandidat vəkili Çexiyaga kirish vizasini ilib bo'lgan. Boshqa vakillarning viza iltimoslari ciddi davom qilmoqda. Qurultayning tunji kuni, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami kuni tushdan burun Qurultay tarafidan Sharq Turkiston Cumhuriyet bayramimizni qutlash murosimi bilan birga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning mustaqillik talablari degan temada xalqaro ilmiy muhokama yig'ini va lager shohidlarining qatnashishida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'iniga Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislar, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla matbuotlarga tonilgan jazo lageri shohidlari taklif qilinadi. 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyiga 30 dövlətdən saylab chiqilgan 207 nəfər rəsmi vəkil və 87 nəfər kandidat vəkilmi mazkur muhokama yig'iniga bevosita yoki tor orqali ishtirok qiladi. 11 ayning 13-cü günü tushdan burun Pragda chaqiriladigan mazkur muhokama yig'ini va Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni qutlash murosimi ommaga ochiq bo'lib, Chexiyaga qo'shni bo'lgan Germaniya va Yevropaning boshqa ellardagi qarindoshlarimiz agar sharoiti yor bersa, Pragga bevosita kelib qatnashsa bo'ladi. Mazkur yig'in sizlar ko'rayotgan Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube va Facebook sayfalari orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Uyg'urlar masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylangan va Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan intayin xalqliq paytda chaqiriladigan 7-ci navbatli qurultayda qurultayning yangi rahbarlik hay'ati saylab chiqilish bilan birga yana milliy harakatimizning bundan keyingi yangi strategiyalik plani va yo'l xaritasi turg'izib chiqiladi. 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'rinqash apandimning istansimizga bildirishicha, Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining har qaysi rahbarlik organlariga nomzodlik iltimosi qabul qilish xizmatlari muvaffaqiyatli tamomlangan bo'lib, hozirga qadar 70 ga yaqin rasmiy vakil o'zini nomzodlikka ko'rsatgan. Bu hozirga qadar chaqirilgan qurultaylar ichida o'zini rahbarlikka nomzod ko'rsatganlarning soni eng ko'p bo'lgan qurultay hisoblanadi. Bu navbatli qurultayning rahbarligiga nomzod ko'rsatganlarning xeyli ko'p qismi yoshlar va xonim qizlarimizdan tarkib topgan bo'lib, bularning ichida xalqaro munosabat, xalqaro qonun, diplomatiya va boshqa sohalarda yetishib chiqqan va ko'p xil til iqtidoriga ega nomzodlarimiz bor. Dunya Uyghur Qurultiyining navbatdagi raisi, Germaniya vakili To'lqin Aysa apandi bilan qurultayning navbatdagi ijroiya komiteti raisi, Amerika vakili Umar Qanat apandilar o'zlarini 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining raisligiga nomzod ko'rsatganligini bildirdi. Qurultayning nizomnomasi bo'yicha qurultay raisi faqatla 2 qitim uda saylanish salohiyatiga ega. Chexiyada chaqiriladigan 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyida qurultayning 1 nafar raisi va 3 nafar muavin raisi, qurultay ijroiya komitetining 1 nafar raisi va 4 nafar muavin raisi, qurultayning 1 nafar bosh taftishi va 4 nafar muavin bosh taftishi, qurultay fondining 1 nafar raisi va 2 nafar muavin raisi va qurultay ijroiya komiteti qaramog'idagi 15 xizmat komitetlarining mudirlari qurultayning rasmiy vakil va kandidat vakillari tarafidan yoshirin ovoz berish usuli orqali rasmiy vakillar ichidan saylab chiqiladi. Dunya Uyghur Qurultiyining alohida maslahatchilari, bayonotchilari, katibi, arxiv bo'limi mudiri, rayonlar va sohalar bo'yicha alohida vakillar, shundaqla qurultayning har qaysi davlatlardagi maxsus ishxonalarining mudirlari qurultayning xizmat ehtiyojiga qarab qurultay raisi tarafidan vakillar ichi va sirtidan vazifaga taklif qilinadi va ijroiya komitetining tasdiqiga sunadi. Dunya Uyghur Qurultiyi markaziy ishxonasining istansimizga bildirishicha, Pragda o'tkaziladigan 7-ci navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirgan bo'lib, qurultayning kun tartibi asosiy jihatdan shakllangan. Siyosat jurnalining xabarida aytilishicha, 7 davlat boshliqlari guruhining savdo ministrlari yaqinda Londonda birlashma yig'in chaqirib, buningdan keyingi xizmatlarning bir muhim nuqtasi dunyo miqyosida majburiy emgakni cheklashga markazlashishi lozimligini ta'kidlagan. Yig'indan keyingi birlashma bayonotda 7 davlat boshliqlari guruhining savdo ministrlari har qanday shakldagi majburiy emgakni hamda uningga chetishlik ta'minlash zanjirini ma'ni qiladi. Cümleden devlet hakimiyeti arka tirek bo'lgan holda ojiz millatlarni yezi egilik, quyosh energiyasi va kiyim-kechak sohasida zamonaviy qullar amgakiga selishi qat'iy ayblanadi deyilgan. Gerçi bu bayonotda Uyg'urlarning nomi bevosita tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo uningdagi mazmun asosiy jihatdan Sharq Turkistondagi majburiy emgak hodisi bilan to'liq o'xshashlikqa ega ekan.
Xəvərdə aytilishicha, növbətdə dünya miqyasida az degandimi 21 million kishi majburiy əmgəkning və zamonaviy qulluqning ziyonkashligiga uchrayotgan bo'lib, bularning zo'r bir qismining Xitoyda ekanligi alohida ta'kidlangan. Shundaqla Amerika, Kanada, Angliya qatorliq davlatlarning majburiy əmgəkni ma'ni qilish haqida aniq qaror ilib bo'lganligini alohida eskartish bilan birga, Yevropa ittifoqining bu vaqtda aniq tadbir elishi lozimligi tilga ilingan. Ma'lum bo'lishicha, 7 davlat boshliqlari guruhi dunyodagi eng kuchli va qudratli deb qaralayotgan Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya qatorliq 7 davlatning xalqaro siyosiy ittifoqi bo'lib, bu davlatlar dunyodagi boylikning 60%ni kontrol qilib turmoqda. Xitoyning xalqaro tashviqot quroli bo'lgan Yer shari vaqt gazetining yaqinda e'lon qilgan maqolasida oshkorlanishicha, Xitoy hukumati tadqiqotchi Adrian Ziniz va Avstraliya strategiya siyosat tadqiqot instituti ustidan xalqaro sudga arz sunishni o'ylashib yetibdi. Xitoy o'sak so'z tarqatuvchi tadqiqotchilar bilan aql ombirini tuhmat qilish jinoyati bilan sudga tortishni o'ylashmoqda nomli bu maqolada tadqiqotchi Adrian Ziniz salbiy sifatlar bilan tanishtirilgan. Ondan uning Amerikaning yo'lishi bilan nomsiz tadqiqotchidan birli o'rlab, Xinjiang tadqiqotchisi bo'lib qolganligi, Xitoy hukumati ustidan xato uchur tarqitish bilan shug'ullanganligi, lagerlar masalasi to'g'riliq Xitoyga tuhmat qilganligi, Turkiyadagi Istiqlol televiziyasining xabariga asosan yolg'on ma'lumotlarni berganlikka ayblangan. Maqolada yana Avstraliya strategiya tadqiqoti instituti Xitoyga qarshi harakat qildi deb ayblangan bo'lib, bu tadqiqot o'rni Xitoy tahdidi nazariyasini tarqitish bilan shug'ullanyotadi. Xinjiangga oid bir muncha yolg'on dokladlarni tayyorladi deganlar sabab qilib ko'rsatilgan. Maqolaning oxirida mundaq deyilgan: Yaqinqi yillardan buyon Adrian Ziniz bilan Avstraliya strategiya tadqiqoti instituti Xinjiang masalasi va koronavirusi to'g'riliq atalmish tadqiqot natijasi va dokladlarni e'lon qilib, Xitoyni to'xtamay ayiblash bilan bo'lib keldi. Ular ba'zi taratqular va Xitoyga qarshi siyosatbozlar bilan birlashib, yolg'on uchur tarqitish balvig'i shakllantirdi. Ular mustaqil tadqiqotchi va aql ombiri to'niga o'rnib olib, Xitoyga munosabatli yolg'onlarni o'ydirib, Amerika va Avstraliyadagi Xitoyga qarshi kuchlarning qo'nchiqi va siyosiy kaltikiga aylanib qoldi. Doktor Adrian Ziniz bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Xitoyning ilgirimi o'zini qaralab aqtiranmaganligini, bu qitim qonun bilan tahdid silish orqali o'zini cheklash va boshqa tadqiqotchilardan ayirib etish qasdida bo'layotganligini, ammo buningga qaramay Uyg'urlar masalasi haqidagi tadqiqotini davomlashtiradiganligini bildirib mundaq dedi: Bu xabarni anglab dastlabda hayron qoldim. Shundaqla ularning ilgari sinab boqqan ishlarining oqmayotganligini va bu kurashda mag'lub bo'layotganligini his qildim. Ular ilgirimi meni qaralab natija qozonmagan. Şoňa mençe bu qitim asasen meni qo'rqitib baqmoqchi. Balki menga tahdid silish orqali boshqalarga tahdid silib, men bilan hamkorlashdan to'simoqchi. Bu balki meni yetim qoldirish taktikasi bo'lsa kerak. Yaqinda men tug'ut cheklash haqidagi tadqiqotimda buni irqiy yo'qotish deb oshkora e'lon qildim. Washington pochtasi gazetimi bosh maqola e'lon qilib, Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yillik olimpik musobaqasini amaldan qoldirish haqida taklif berdi. Buning Xitoyga bo'lgan ta'siri xeyli og'ir. Şoňa ular bu besim ostida mushu ishga urinotam degan deyman. Men bu ishning nimadan derak berdiganligiga qarayapman. Ular rostilla ustimdan arz qilib qolsa, buning ba'zi naq foydalari bor albatta. Masalan, bu orqali Uyg'urlar masalasi jamoatga texmo oshkor bo'ladi. Doktor Adrian Ziniz Uyg'urlar masalasi to'g'riliq tadqiqotida ko'zga ko'ringan, xalqaroda birdek e'tirof qilishga erishgan nopuzli tadqiqotchi bo'lib, 2017-yildan buyon lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning 1.800.000 dan oshadiganligini xulosalab chiqqan hamda yaqinda Xitoyning Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib etish jinoyatini xalqaroga hujjatli holda oshkorlab, Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini dalillashga yo'l ochgan edi. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot instituti bo'lsa bu yilning 5-ida lager va lager sirtidagi Uyg'urlarni qul ishchi qilish masalasini tekshirib dalillagan va buningga chetishliqqa bo'lgan 80 shirkatni aniqlab chiqqan edi. Yevropa Yahudi o'quvchilar uyushmasi 24-oktyabr Isroiliya va Yevropaning nurg'un shaharlarida boshqa bir mash'al yetkazish faoliyati o'tkazib, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan Xitoyning sohibxonligidagi 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu faoliyat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi hamda hargiz qaytalanmasin harakatining o'rinlashtirishidagi xalqaro harakat kunining partiyasi sifatida bir tutash planlangan bir xil faoliyat shakli ekan. 24-oktyabr kuni Yevropa Yahudi o'quvchilar uyushmasining a'zolari Beijing qishliq olimpikining mash'iliga qarshi boshqa bir mash'al ko'tarib, Isroiliyaning Tel-Aviv, Yevropaning London, Parij, Berlin, Myunxen, Bonn, Bryussel, Jenva, Viyana qatorliq shaharlarining ko'chalarida kuch olab yugurgan.
Londondagi mash'al yetkazish faoliyati Angliya parlamentining oxirida oxirlashgan. Yahudiy o'quvchilar uyushmasi e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida bu faoliyat orqali olimpikni qaytarib olish, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga qilgan sistemalik ziyonkashlikni ichib berishni ko'zlaganligi ta'kidlangan. Hamda hargiz qaytalanmasin harakatining faoliyati. Yevropa Yahudiy o'quvchilar ittifoqining Angliyada turishliq muavin raisi Olaf Standoning aytishicha, Xitoyning hashamatlik olimpik musobaqasining qorong'u ko'langusida shu topda sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatini yepishiga yo'l qo'ymasligi kerak ekan. Olaf Standoning aytishicha, ularning bermoqchi bo'lgan ikkinchi signali Yahudiy yoshlarga cho'ng qirg'inchilikni xotirlatish. Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklar bilan ittifoqlashib, Xitoyning qilmishiga yo'q deyish ekan. Yahudiy o'quvchilarining mazkur faoliyati Xalqaro Olimpik komiteti o'tgan hafta Kristiyaning Olimpiadasida olimpik mash'ala yiqish murosimi o'tkazib, mash'alni Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik hay'atiga o'tkazib berishining orqasidan o'tkazilgan. Axborot yig'inida Xalqaro Olimpik komiteti olimpik mash'alani Uyg'urlarga qarata aktiv irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir davlatga o'tkazib berish bilan ayblangan edi. Londondagi boshqa bir mash'al yetkazish faoliyatiga qatnashgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bu vaqtda to'xtalib, Yahudiy yoshlarning Beijing qishliq olimpikini 1936-yildagi Berlin olimpikiga o'xshatib bu faoliyatni o'tkazganligini bildirdi. Uning aytishicha, ular dunyo o'z vaqtida natsistlarni qirg'inchilik qilyotdi deb Berlin olimpikiga qarshi turgan bo'lsa, balki keyingi qirg'inchilikni to'xtatib qilish imkoniyati bo'lgan bo'ladi deb qaraydi ekan. Rahima Mahmud yana bu faoliyatning nihoyatda unumli bo'lganligi, uning yoshlarni Uyg'urlarni qutqizishga jalb qilish, bo'libmi Isroiliya va Avstriyadagi Uyg'urlar masalasi ancha bak aktiv bo'lmagan davlatlarda yoshlarni qo'zg'ash, ular orqali bu davlatlarning siyosatiga ta'sir qilib, Xitoyga tutgan siyosatini o'zgartirishga foydali bo'ldi deb qaraydiganligini bildirdi. Xitoy bu qitim qishliq olimpik mash'alani 2008-yildagi Beijing yozliq olimpik musobaqasida qilgandek har qaysi davlatlarda aylantirish planidan voz kechgan. Xitoyning 2008-yildagi olimpik mash'alani yetkazish faoliyati ba'zi davlatlarda Tibet va Uyg'urlarning qattiq qarshiligiga uchragan bo'lsa-mu, biroq ayni vaqtda uning kishilik huquq xotirasi hozirgidek undaq keng ko'lamli lanatga qolmagan edi. Yevropa Yahudiy o'quvchilar uyushmasining bayonotida ta'kidlashicha, xalqaro jamiyat Xitoyning kishilik huquq tafsandchiligini normallashtirishiga yo'l qo'ymasligi kerak ekan. Avstriya Yahudiy o'quvchilar uyushmasining qo'sh raisi Shasi Turkov mundaq degan: Xitoy davlatining axborot va diplomatik mashinasi dunyoning boshqa joylarida parvozsizlikqa aktiv yordam berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oqlamoqchi bo'lyapti. Biroq dunyo buni kuzatmoqda. Biz Beijing olimpik tanharakat musobaqasiga kun sanayotgan bir paytda hargiz qaytalanmasin degan so'z o'z ma'nosini tepishi lozim. Xitoyning kishilik huquq tafsandchiligini normallashtirishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Xalqaro jamiyatning uyg'onish vaqti keldi. Biz aniq va ochiq bir chaqiriq bilan mash'al yetkazish faoliyatimizni o'tkazyapmiz. Endi diplomatik boykot qiladigan payt keldi. United as Jews, as Uyghurs, as Tibetans and Hong Kongers and wonderful allies to say no to the Beijing 2022 genocide games. My name is Olaf Sander and I am the Vice President of EUJS, the European Union of Jewish Students, as well as one of the co-founders of Never Again Right Now. I'm also the organizer of this protest, so thank you very much for everybody who turned out. Amerika Davlatlik basketbol birlashmasi NBA'ning turk mohiri Anas Kanter yaqinda o'tkazilgan basketbol musobaqalariga Tibetga erkinlik, Uyg'urlarga erkinlik, Xitoyga erkinlik degan xatlar bilan Uyg'urlar va Tibetning bayrog'i kirishtirilgan karton rasmlar tushirilgan o'zgacha tantarbiya oyg'ini kiyib qatnashgan. Bu o'tgan bir hafta ichida Anas Kanterning 3-qitim Xitoyda yuz berayotgan kishilik huquq tafsandchiliklarga qarshi uchur yozilgan tantarbiya oyoqlarini kiyish hisoblanadi ekan. Bu oyoqlarga tushirilgan loyihalar Shanxayda tug'ilgan. Hozir Avstraliyada yashayotgan Xitoy naslli karton loyihalaguvchi Badiusov apandi tomonidan loyihalangan. Xitoy rassom Badiusov apandi matbuotlarga qilgan so'zida Uyg'urlarning mustaqil davlati bo'lishini qo'llayman deb ko'rsatgan va bu sababdan Badiusov apandining 2018-yili Hong Kongda ochilmoqchi bo'lgan Tiananmen voqeasiga beg'ishlab loyihalagan karton rasmlari ko'rgazmasi Xitoy hokimiyati tomonidan majburiy amaldan qoldirilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qitimli programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.